Assalomu alaykum hammaga. Shaxdan sport muxlislari uchun xudo xolasa polni trenajyorlarimizdan keldik, xudo xolasa. Har xil modellaridan polni komplekt Sh8 dan tortib, mana shu Sh8 motorisvetimiz, bu ham Sh8 qora rangda. Bunda tevasida basketbol shiti ham bor, ayneli. Bunda shitsiz so'raganlarga shitsiz ham qilib beramiz. Sh7 modelimiz yangi fasonda, mana shu trosli joyi ko'rgan bo'lsanglar, cho'tki qilib yangicha uslubda yasaldi, ovozsiz. Xudo xolasa bemalol ishlatsanglar bo'laveradi. Mana shu joyi ham bemalol taqalab aylanaveradi. Bu joyi balandlab pastlaveradi. Xolasanglar pastga, xolasanglar tevaga, xolasanglar o'rtaga, mana shu har bitta mana shu teshilganlar, har pog'onasi mana shular. Mana shu teshikka mana shuni tortib turib pastga tushiriladi. Bemalol qolagan joyga olib chiqib olib shug'ullansa bo'laveradi. Meshoklari hamma yo'g'i bor. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasiz. Shtangalar mana har xil shtangalar bor. Oddiy shtanga, yo'qda mana zigzag nikkel shtangamiz bor, Xitoyniki. Xitoyniki. Buni o'zimizda chiqadi, toshlar o'zimizda chiqadi. Meshoklar qizil, ko'k, qora qanaqa rang kerak bo'lsa aytaverasizlar. Stollarimiz, universal stollarimiz bor. Bitta oyoq tashlasa ham bo'ladi. Egagi bor. Egagidan chiqarib, bitta oyoq tashlanadi. Buni ilib olib turib, orqaga yotib, press qilgani ko'tarilmaydi. Oyoqni kirgizib olib, bemalol ishlasa bo'laveradi. Betga tosh kirgizib olib, shug'ullanaveradi. Polni xudo xolasa obzor qilib beramiz.